Hop, Qadr kechasi kuni qilinadigan ishlar. Birinchisi, Qadr kechasi uchun g'usl qilish. Iftordan keyin bo'lsa, yaxshi og'iz ochgandan keyin bemalol g'usl qilasiz. Iloji bo'lsa shu xuftonga tahorat bilan emas, g'usl bilan borish, yangi g'usl bilan borishga urinish. Bu nihoyatda go'zal va demak mustahab amal. Ibrohim Naxai va yana ko'plab tobiinlardan naql qilinadi. Ramazonning oxirgi 10 kunligining har kechasiga ular g'usl qilib yasanar ekanlar. Eng yaxshi kiyimlarni kiyib, eng yaxshi xushbo'yliklarni sepib, xuddi hayitga chiqqandek. Hech yo'q Qadr kechasiga mana shunday qilishimiz kerak. G'usl qilib, poklanib, yaxshi kiyimlarni kiyib, xushbo'ylanib Qadr kechasini kutib olishimiz va bu kechaga mana shunday ehtiromda bo'lishimiz bu birinchi ushbu kechada qiladigan birinchi amalimiz hisoblanadi. Undan keyin jamoat bilan namoz o'qish. Xuftonni va boshqa namozlarni ham, xususan xufton bilan bomdodni jamoat bilan o'qish. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, kim xuftonni jamoat bilan o'qisa, kechaning yarmini, kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, kechaning ikkinchi yarmini bedor o'tkazgandek savobga ega bo'ladi deganlar. Shuning uchun jamoat bilan o'qishimiz kerak. Jamoat bilan o'qish deganimizda imkon qadar jamiyaga chiqib masjidda o'qish. Lekin bunga imkoniyati bo'lmaganlar nima qiladi? Yoki bir ma'zur ish chiqib qolgan odam nima qiladi? Hech yo'q uyda o'z ahli bilan jamoat bo'lish kerak. Chunki Rasululloh akram alayhisalom aytganlar, bir kishining namozidan 2 kishiniki, 2 kishinikidan 3 kishiniki afzal. Masalan, talib ilmlar o'zlari to'planib jamoat qilsa ham jamoat bo'ladi. Xullas jamoat bilan namoz o'qish, mana shunga e'tibor berish. Birinchisi, xufton va bomdod namozini alal xusus jamoat bilan o'qish kerak va mana shunda kechaning bedorligidan olinadigan birinchi fazilatni inshaalloh qo'lga kiritgan bo'lamiz. Undan keyin bu kechada qilinadigan amal tarovih namoziga qatnash. Tarovih namoziga to'liq qatnashish kerak. To'liq qatnashib, imom bilan birgalikda hamma namozda imomga iqtido qilib, va imom bilan birga qo'zg'alsa, shu kechada qilingan ibodatlarning savobini to'kis olgan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, kim jamoatning namozini tugal olaman desa, u tarovih bo'ladimi, juma bo'ladimi, boshqa namozmi, imom bilan birga qo'zg'alsin deganlar. Imom bilan birga qo'zg'alsa, o'sha jamoatdagi savobga to'liq ega bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun imom bilan birga imom qo'zg'alguncha masjidda imom bilan birga tarovih namozida, zikrlarda, suhbatlarda ishtirok etish bu kechada qilinadigan amallarimizdan sanaladi. Undan keyin tunning qolgan qismida ham bedor bo'lish. Masjidlarimizda tarovih taqriban kechaning yarmigacha tugaydi, xatmonalar ham. Qolgan yarmichi? Qolgan yarmida ahlimiz bilan birgalikda bo'lishimiz. Endi mana shu joyda bir narsani men aytkim keladi. Hozirgi kunda Qadr kechasida tunashga ishqibozlar ko'p, lekin gap-gashtakka aylantirib borishgan. Tarovihdan borishadi, keyin u saharlikgacha laqillab o'tirishadi. Noto'g'ri. Yoki 2 rakat, 4 rakat namoz o'qiydi-da tugaydi shu bilan. Qadr kechasida muhtaram azizlar, mabodo shunaqa ilmiy suhbat majlis bo'lsa zarari yo'q. Xatmonalar bo'lishi mumkin, monelik yo'q. Lekin yolg'iz ibodat ham bo'lish kerak. Ahlingiz bilan mana jamoat bilan tarovih o'qidingiz. Undan keyin agar biror ilmiy suhbat bo'lsa 1 soat, yarim soat qatnashish kerakdir. Ahlingiz bilan ham bir muddat birgalikda ibodat qiling. Undan keyin hammadan yolg'iz bir o'zingiz uzlat holatida ham ibodat qilishingiz mana shu mustahab bo'ladi. Mana shu afzal bo'ladi. Faqat odamlar bilan kechaning hamma qismida odamlar bilan birga bo'lish bu uncha to'g'ri emas. Mayli u gunoh bo'ladi demaymiz, makruh demaymiz, lekin haqiqiy fazilat yolg'iz ibodatda. Shuning uchun shu kechaning ma'lum bir qismida, xususan mana shu 3-qismida, kechaning 3-qismida yolg'iz ibodat qiladigan soatimiz bo'lish kerak. 2 rakat namoz, ozgina zikr tasbih bo'ladimi, istig'for bo'ladimi, yolg'iz o'zingiz ibodatda bo'ling. Bu kechada qilinadigan ishlardan biri yana bittasi ahlimizni ham uyg'otishimiz. Bola chaqalarni, ayollarni, ularga ham sharoit yaratib, ularga ham
targ'ib qilib kechada ibodat qilishga ularni undash. Bu ham mana shu kechada qilinadigan savob amallardan, savobli amallardan. Rasul akram alayhissalatu vassalomni Oysha roziyallohu anha aytadilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Ramazonning oxirgi 10 kechasi kelganda o'zlari ham ibodatga sho'ng'ib ketardilar, odamlar bilan ham muloqotni kamaytirardilar va ahllarini ham kechasi ibodat qilishga targ'ib qilardilar. Shuning uchun mana shunday kechaning demak mana shunday kechaning aksar qismida hech yo'q ibodatda bo'lish, imkon qadar to'liq ibodatda bo'lish. Chunki hozirgi kechalar juda uzun emas. Bemalol bomdodgacha inshaalloh yetib borsa bo'ladi. Undan keyin mabodo kunduz ishlagan odam bo'lishi mumkin, charchagan odam, keksa odam, bemor odam bo'lishi mumkin. Bu odam kechasi bilan tun olmasa nima qiladi? Hech yo'q bomdod bilan, xufton bilan bomdodni jamoat bilan o'qishga urinsin va unga ham imkoniyat bo'lmasa, uyda tarovih o'qigandan keyin ozgina damni olsin-da, saharlikka ertaroq turish kerak. Saharlikka ertaroq turib, 4 rakat bo'lsa ham tahajjud o'qish kerak. Turib o'qish shart emas. Bemor odam o'tirib o'qisa ham bo'ladi. Bemalol. Keksa odamlarimiz ham o'tirib o'qisa bo'ladi. Muhimi Alloh subhanahu va taologa qalban yolg'iz ibodat qilish, demak malakasini hosil qilish. Mana shunday fazilatga ega bo'lish. Mana shuni unutmaslik lozim. Undan keyin bu kechada qilinadigan yaxshi ishlardan biri va lozim ishlardan biri Qur'on o'qish va eshitish. Aytish mumkin, Qadr kechasida ilmiy suhbat qilish yoki ilm majlislarida ishtirok etish, eshitish, suhbat etish mumkinmi? Mumkin. Lekin bu kechadagi fazilat, asosiy amal shuki, bu kechada imkon qadar Qur'on bilan band bo'lish kerak. Ramazon kechalari o'zi Qur'on kechalari. Shuning uchun Qadr kechasida ham Qur'on o'qing, eshiting. Imkon qadar bilgan suralaringizni bir takror qilib o'qing, eshiting va Qur'onga mashg'ul bo'ling. Ozgina kitob o'qib, ozgina ilmiy majlis aralashsa zarari yo'q, u ham kerak. Ozgina dam olasiz. Va xususan yana ta'kidlash mumkin, ibodatning hamma navini qilib o'tishga urinish kerak. Nimaga? Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Bu kechada qilingan ibodat juda katta savobga sabab bo'ladi. Shuning uchun ibodatning hamma turlarini qilishga urinish lozim. Namoz, zikr, istig'for, tilovat Qur'on, tinglash, Qur'on tinglash, ozgina ilmiy suhbat yoki ilm kitob o'qish, keyin xayr sadaqa. Mana shu kechada qilinadigan eng muhim amallardan biri ozgina bo'lsa ham xayr ihson qilishga urinish. Shukrona uchun. Alloh yetkazganiga shukr qilish ma'nosida, gunohlari kafforat bo'lish ma'nosida. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ulardan mollaridan ol, Alloh uchun xayr ihson qiladigan bo'lsa olib sarflab ber. Nima bo'ladi shunda? Tutahhiruhum, nafslarini poklaysan shunday qilib. Va tuzakkihim biha. Sadaqalar bilan ularning qalblari poklanadi. Demak, qalb, mol poklanishi uchun xayr sadaqa kerak. Shuning uchun bu kechada qilinadigan amallardan biri xayr saxovat. Rasul akram alayhissalatu vassalom haqlarida Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar. Payg'ambar alayhissalom eng saxiy inson edilar, lekin Ramazonning kechalarida Jabroil tushgan paytlarida saxovatlari yana ham jo'sh urib shamol bo'lib ketardilar. Ya'ni hammaga saxovatlaridan bahramandlik yetardi. Shuning uchun bu kechada qilinadigan ishlardan biri saxovat. Tilovat Qur'on, saxovat. Mana shu amallar, xususan Qur'on ham bu kechaning asosiy amallaridan bo'lishi kerak. Yana ta'kidlaymiz, chunki Qur'on shu kechada nozil bo'lgan. Bu kechada qilinadigan amallardan yana biri silay rahim, duo. Masalan, ota-onasi borlar ota-onasidan duo olsin. Ularga ozgina hadiyalari bo'lsa berib, haqqimizga duo qiling deb duo so'rasin. Mana bu kechada qilinadigan xayrli amallarning savobi, fazilati ko'p. Shuning uchun ota-onadan duo olish, opa-singillardan xabar olib duo olish, silay rahim qilish, aka-ukalardan xabar olish. Bu ham bu kechada qilinadigan amallardan. Lekin bu amallar kechada bir qism, bir muddatda bajarilishi kerak. Kechaning asosiy qismi esa Allohga yolvorish, tazarru, ibodat, xususan yolg'iz ibodat bilan ado topishi lozim. Qadr kechasi o'tgandan keyin Qadr kuni e'tikof o'tirish ham mumkin. Ya'ni
Ramazonning oxirgi 10 kechalarida qilinadigan amallardan biri o'zi e'tikof. Xususan Qadr kuni e'tikof o'tirilsa, ulamolarimiz aytadilarki, Qadr kuni, Qadr kechasi kabi Ramazonning boshqa kunlaridan afzal. Qadr kechasi boshqa kechalardan afzal, uning kuni ham Ramazonning boshqa kunlaridan afzal bo'ladi. Shuning uchun Qadr kuni ham demak ibodatga, yaxshi amallarga qunt qilinsa, inshaalloh nihoyatda savobi ko'p bo'ladi.